har bitta oilada qurbonlikka boqiladigan qo'y bo'ladi. Bitta odam bo'ladi qurbonlikka boqilgan. Har bitta oilada. O oila uchun chopadi ekan. Oila uchun yuguradi. Oila uchun hamma narsaga tayyor. Uni bilasizmi otani nima kim deydilar? Mashinik deydilar. Uni otini mashinik deydilar yoki yomon apras bola deydilar. U lekin akasi uchun ham chopgan, ukasi uchun ham chopgan, o'zida pul yo'q. Kimlardan qarz olib o'zi ham bularni ishini hal qilib, o'zi problemada yuraveradi u. Hamma narsani qilib, oila uchun chopgan oilada qurbonlikka boqilgan bitta farzand bo'ladi ekan. Har bitta oilada bor. U akasi uchun ham chopadi, akasi uni mashina olib bersa, mashinasi avaga qilib yo'q qo'yadi. Uni sinab bersa, uni qo'yadi, faqat uni qarg'aydi. Bu agar yotib qolsa, hayotda bunga hech kim odam